yuzni shu holatidan shunday holatga keltirish uchun usta qidiryapsizmi? Buning uchun albatta ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsang, sizlar to'g'ridan-to'g'ri Gikkikamning mahsulotini birinchi qo'ldan original ishlab chiqaruvchidan olishingiz mumkin. Ekrandagi nomerlarga Telegram orqali yozsangiz ham bundan ham ko'p variantlarimiz bor. Ushbu qaysi xonadonimiz Namangan viloyati Chust tumani Marzik shaharchasidagi obyektimiz. Xudo xolasa mana ustalarimiz bitirishdi. Shu ustalarning mehnatini qadrlab, like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'ladigan bo'lsalaring, videomizni yo'qotib qo'ymaslar. Aytgancha, albatta, ishimiz rivoji uchun do'stlarimiz videolarimizni jo'natamiz. Albatta bular kechalar yonib turadi. Mana arkalarga e'tibor bering. Kechalar yonib turadigan fosfor qilganmiz. Kechasi suyitni o'chirsa bu yonadi, azizlar. Shunaqa dizaynlarimiz kimgadir kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sifat foydadan ustun. Tashqari fasodlar boshqacha fasonlarda bo'lganingizlar ko'rishingiz mumkin. Xizmatdamiz. Salomat bo'lasizlar.